Savol. Assalomu alaykum ustoz. Yoga va meditatsiyonni jaiz emas deb o'qidim. Undaqda sufi meditatsiyoni deb atalgan muraqaba jaiz bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Tasavvufdagi muraqaba, ko'zitish va nazorat qilish Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ihson degan Allohga xuddi uni ko'rib turayotgandek ibodat qilishing. Garchi sen uni ko'rmasangmi, u seni ko'rib turadi degan so'ziga asoslanadigan bo'lib, tasavvuf istilohida salik pir ustozidan olgan ruhiy irshadni o'zlashtirish niyatida o'zini ma'lum muddat dunyo mashg'ulotlaridan nari tutib, o'zidagi ang nuqtalarga diqqatini yig'ib, cho'nqur o'ylanish va fikr yurgizish gimnastikasi qilishni, ya'ni ta'ammul va tafakkur qilishni ko'rsatadi. Imom Rabbani va Shayx Aloiddin al-Atar qatorliq tasavvuf peshvolari aytgandek, bu tafakkur uning Allohni tunishiga va Allohga yaqinlashishiga yo'l ochib beradi. Qalbi aktivlashadi va uyg'onadi. Qalbi uyg'onsa, turli o'y xayollar besqib mugdak bosadi. Nafs ustun olamga yuzlandi. Nafs o'zini unutadi. Bu holatda o'chish va parda orqalarini ko'ralaydi. Bu xil muraqaba maqomi orqali banda Allohning xalifasilik maqomiga yetalaydi. Buning uchun yoga qoidalarini va o'ltirishlarni qilish kerak emas. Demak, bu yoga va butparastlik va kufr qilmishlar bilan hech aloqasiz. Undaq bo'lgan ekan, yuqori tasavvuf muraqabasini meditatsion deb atsin yoki atamasin, uning kufr va shirik e'tiqod ma'lum shaklda va usulda o'ltirib ado qilishdek brahmanizm bilan buddizm qoida tartiblari aralashsa, uning hukmi yoga meditatsioniga o'xshash kufr va azg'unlik bo'ladi. Faqat aralashmasa, andan yoga bilan aloqasiz tasavvuf muraqabasidan iborat muboh ish bo'ladi.